Bo'yin grijasi qanchalik xavfli bo'lishi mumkin bo'lsa, uni noto'g'ri davolash 10 barobar xavfliroq. Bugun sizga bo'yin grijasi haqida muhim ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Avvalo, bo'yin grijasi qanaqa tuzilganini tushunib olishimiz kerak. Bizning bo'yin qismimiz 7 ta umurtqadan iborat. Ular bir-birining ustida joylashgan va bo'yinga harakat beradigan juda murakkab tizimni hosil qiladi. Har bir umurtqa orasida disk deb ataladigan tuzilma bo'ladi. Diskni oddiy qilib aytganda amortizator deb tasavvur qilish mumkin. Uning ikki asosiy vazifasi bor. Birinchisi harakat paytida zarbani yumshatish, ikkinchisi umurtqalar bir-biriga ishqalanib ketmasligini ta'minlash. Disk ikki qismdan iborat. Tashqi qismida mustahkam tolali halqa, bu diskni ushlab turadigan qattiq devor hisoblanadi. Diskning markazida esa yumshoq jilega o'xshash modda mavjud. Bu modda harakat paytida bosimni teng taqsimlash vazifasini olgan. Ammo ayrim holatlarda diskning tashqi halqasi yorilishi mumkin. Shunda disk ichidagi yumshoq modda tashqariga chiqib ketadi. Agar shu chiqib ketgan qismi nerv ildiziga tegsa yoki uni bosib qo'ysa, aynan shu nerv yo'li bo'ylab og'riq paydo bo'ladi. Mana shu holat bo'yin disk churrasi, ya'ni bo'yin grijasi deb ataladi. Nega bo'yin grijasi paydo bo'ladi? Sababi nima? Bir qancha sababi bor. Birinchisi diskning tabiiy eskirishi. Eng ko'p uchraydigan sabab shu. Yosh o'tishi bilan umurtqa disklarida tabiiy o'zgarishlar boshlanadi. Disk asta-sekin suvsizlanadi, elastikligi kamayadi, yupqalashadi. Natijada diskning tashqi halqasi yupqalashadi, yoriladi. Shuning uchun bo'yin grijasi ko'pincha 30-50 yosh orasida uchraydi. Bu jarayon tibbiyotda diskning degenerativ o'zgarishi deb ataladi. Ikkinchisi uzoq vaqt noto'g'ri holatda ishlash. Bugungi kunda bu juda keng tarqalgan sabab. Masalan, telefonni pastga qaratib uzoq ushlab turish, kompyuter oldida egilib o'tirish, planshet yoki noutbuk bilan ishlash. Bo'yinni oldinga egib turganda umurtqa disklariga tushadigan bosim bir necha barobar oshadi. Masalan, oddiy misol. Boshning og'irligi taxminan 4-5 kilogramm deb oladigan bo'lsa, agar bosh oldinga egilsa, bo'yinga tushadigan yuk 4-5 barobarga oshishi mumkin. Ya'ni 20-25 kilogrammli yukka o'xshab qoladi. Uchinchisi, travma yoki jarohat. Ba'zi hollarda grija to'satdan paydo bo'lishi mumkin. Masalan, avtohalokat, sport jarohati, bo'yinga kuchli zarb. Bunday vaziyatda diskning tashqi halqasi yorilib, grija kelib chiqishi mumkin. To'rtinchisi, mushaklarning zaiflashishi. Bo'yinni faqat suyaklar ushlab turmaydi. Uni ko'plab mushaklar va bog'lamlar ham stabil qilib turadi. Agar bo'yin mushaklari zaif bo'lsa, diskka tushadigan yuklama ortadi, umurtqa stabiliteti kamayadi. Bu ham grija paydo bo'lish xavfini oshiradi. Beshinchisi, genetik moyillik. Ba'zi odamlarda disk buzilishi genetik jihatdan zaifroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir oilada bir nechta odamda bel yoki bo'yin grijasi uchrashi mumkin. Ko'pincha bo'yin grija bitta sabab emas, balkim bir nechta omillar birlashganda paydo bo'ladi. Masalan, disk eskirishi, noto'g'ri holatda ishlash, mushaklarning zaifligi. Shuning uchun bu kasallikni tushunishdan eng muhim narsa hayot tarzini ham hisobga olish shart. Bo'yin grijasi belgilari haqida gaplashamiz. Bo'yin grijasini belgilari har doim ham bir xil bo'lmaydi. Bu ko'p jihatdan grija qaysi nervni siqayotganiga bog'liq. Shuning uchun bemorlarda turli xil simptomlar paydo bo'lishi mumkin. Bo'yin og'rig'i. Bemorlarda ko'pincha bo'yinni burish qiyinlashadi, qotish hissi bo'lishi mumkin. Ba'zan og'riq yelkaga ham o'tadi. Qo'l tez charchaydi, tugma taqish qiyinlashadi. Bu simptom paydo bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak. Qaysi barmoq uyushiga qarab grija qayerda joylashganini taxmin qilish mumkin. Bu juda qiziq va muhim diagnostik belgi. Masalan, agar bosh barmoq uyushsa, ko'pincha C6 nerv ildizi siqilgan bo'ladi. Agar o'rta barmoq uyushsa, odatda C7 nerv ildizi bilan bog'liq bo'ladi. Agar kichik barmoq uyushsa, C8 nerv ildizi ta'sirlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bemorning qaysi barmog'i uyushayotganini bilish shifokor uchun juda muhim. Ba'zi hollarda grija nafaqat nerv ildizini, balkim orqa miyani to'liq siqib qo'yadi. Bu holat kam uchraydi, lekin juda xavfli. Bunday vaziyatda qo'llar kuchsizlanadi, yurish buziladi, muvozanat yomonlashadi, mayda harakatlarni bajarish qiyinlashadi. Bunday simptomlar paydo bo'lsa, darhol mutaxassisga murojaat qilish shart. Aks holda kech bo'lishi mumkin.
Xo'p, endi bo'yin grijasini to'g'ri tashxislash bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich bu bemorning shikoyatlarini tinglash, ikkinchisi nevrologik ko'rik, uchinchisi instrumental tekshiruv. Instrumental tekshiruvlardan eng muhim tekshiruv bu MRT. MRT orqali disk churrasini joylashuvini, uning kattaligi, nerv ildiziga bosim bor yoki yo'qligini, orqa miya siqilgan yoki yo'qligini ko'rsa bo'ladi. Qo'shimcha tekshiruv sifatida MCKT va rentgen tekshiruvlari kerak bo'lishi mumkin. Muhim fakt, e'tibor bering. Ba'zi odamlarda MRT qilganida grija aniqlanadi, lekin ularda hech qanaqa og'riq bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun davolash faqat MRT ga qarab emas, balki bemorning simptomlariga qarab tanlanadi. Tibbiyotda juda bir muhim qoida bor. Biz MRT ni emas, bemorni davolaymiz. Eng muhimi, barcha tekshiruvlar tahlil qilingandan keyingina to'g'ri tashxis qo'yish mumkin. Endi davolash haqida to'xtalamiz. Eng muhim faktni boshida aytib o'tsam, bo'yin disk churrasi bo'lgan bemorlarning katta qismi operatsiya kerak bo'lmaydi. Ko'p hollarda konservativ davolash yordam beradi. Davolash odatda ikki yo'l bilan olib boriladi. Birinchisi operatsiyasiz, ikkinchisi operatsiya bilan. Operatsiyasiz davolash haqida to'xtalamiz. Ko'p bemorlarda davolash aynan shu usuldan boshlanadi. Konservativ davolash bir necha yo'nalishdan iborat. Birinchisi bu dori vositalari. Masalan, yallig'lanishga qarshi dorilar, mushak bo'shashtiruvchi preparatlar, ba'zan nerv og'rig'iga qarshi dorilar. Bu dorilar nerv atrofidagi shishni kamaytirib, og'riqlarni pasaytiradi. Ikkinchisi fizioterapiya. Masalan, magnitoterapiya, lazeraterapiya, ultratovush muolajalari, issiqlik terapiyasi. Bu usullar ham og'riqni kamaytirishda yordam beradi. Uchinchisi davolovchi mashqlar. Reabilitatsiyasiz yaxshi natijaga erishish juda qiyin. Bo'yin mushaklarini mustahkamlaydigan, umurtqaga yukni kamaytiradigan, harakatni yaxshilaydigan maxsus mashqlar bor. Buni tajribali mutaxassis nazorati ostida bajarish maqsadga muvofiq. Ko'pincha aynan mushaklarni o'zini mustahkamlasa, og'riq ancha kamayib ketishi mumkin. To'rtinchisi blokadalar. Ba'zi hollarda og'riq juda kuchli bo'lsa, epidural blokadalar qo'llanilishi mumkin. Bu muolaja vaqtida yallig'lanishga qarshi dori to'g'ridan to'g'ri nerv va grija joyiga yuboriladi. Natijada nervdagi shish tez kamayib, og'riqlar pasayadi. Bu haqida mana shu videomizda batafsil tushuntirib o'tganman. Videodan keyin bemalol o'tib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Grija o'zi yo'qolishi mumkinmi? Eng ko'p bemorlar so'raydigan savol shu. Churrani tabiiy so'rilishini esa ushbu videomizda ilmiy yondashib tushuntirib o'tganman. Qiziq bo'lsa, keyin uni ham o'tib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi biroz hayajonli va qo'rqitadigan joyiga to'xtalamiz. Qachon operatsiya kerak? Ba'zi vaziyatlarda operatsiya zarur bo'lishi mumkin. Shunday holat bo'lishi mumkinki, bemor butun umr nogiron bo'lib qolish savoli o'rtada turadi. Bunday holatda operatsiya yagona imkoniyat bo'lib qoladi. Sababi churra nervni qattiq ezib qo'yadi va aynan siqilgan joydan boshlab signal pastga borish pasayadi. Yagona yo'li tezroq nervni qutqarish. Qachon operatsiya qildirish kerak? Masalan, qo'lda kuchsizlanish paydo bo'lsa, og'riq juda kuchli bo'lsa, konservativ davolash yordam bermasa, orqa miya kuchli siqilishi aniqlansa, ya'ni MRT tekshiruvida mana shunday oq dog' paydo bo'lsa, bu miyelopatiya degani. Miyelopatiya bu orqa miya qattiq shikastlanib, o'z funksiyasini yo'qotish arafasida turibdi degani. MRT xulosasida shu yozuvni ko'rsangiz, vaqtni kechiktirmasdan operatsiya qildirish kerak degani. Bu yerda eng xavflisi bu vaqt. Vaqt qancha o'tib ketsa, tiklanish shuncha qiyin bo'ladi. Bunday holatda operatsiya nervni bo'shatish uchun yagona imkoniyat bo'lib xizmat qiladi. Bo'yin grijasi operatsiyalari qanday bajariladi? Bugungi kunda bo'yin grijasi uchun bir nechta zamonaviy operatsiya usullari mavjud. Birinchisi, eng muhim, eng ko'p qo'llaniladigan diskni olib tashlash va fiksatsiya. Bu operatsiya tibbiyotda anterior cervical discectomy and fusion deyiladi, ya'ni ACDF. Operatsiya vaqtida bo'yinning old tomonidan kichik kesma qilinadi, zararlangan disk olib tashlanib, nerv ildizi bo'shatiladi. Disk o'rniga maxsus implant qo'yiladi. Keyin umurtqa kichik plastina va vintlar yordamida mustahkamlanadi. Operatsiyaning asosiy ustunliklari: mushaklar kesilmaydi, ya'ni ularning orasidan o'tib boriladi. Zararlangan disk to'liq olib tashlanib, almashtirilishi sababli disk churrasi qaytalanishi 0%. Operatsiyadan keyin jarohat og'riqlari keskin kam bo'ladi va shu sababli operatsiyani ertasi yoki ikkinchi kuni uyga javob beriladi. Operatsiya taxminan 1-2 soat bo'lishi mumkin.
Bu operatsiya dunyo bo'yicha oltin standart va eng ko'p qo'llaniladigan, eng yaxshi natija beradigan usul hisoblanadi. Ikkinchi operatsiya usuli sun'iy disk qo'yish, artificial disk replacement deyiladi. Hozirda tobora takomillashib borayotgan operatsiya turidan biri. Bu operatsiyaning maqsadi disk o'rniga sun'iy disk qo'yiladi, ya'ni diskning amortizatsiya vazifasi to'liq bajaradigan sun'iy disk o'rnatiladi. Bunda zararlangan disk to'liq olib tashlanib, uning o'rniga harakatni saqlab qoladigan sun'iy disk qo'yiladi. Bu operatsiyaning afzalligi shundaki, umurtqa segmenti harakatini saqlab qoladi, lekin bu usul hamma bemor uchun mos kelavermaydi. Taxminan 20-30% hollarda to'g'ri kelishi mumkin. Uchinchi operatsiya usuli endoskopik operatsiya usuli. Ba'zi hollarda grija bir taraflama, ya'ni chetroqda joylashgan bo'ladi. Bunday holatda endoskopik aralashuv yaxshi natija ko'rsatadi. Operatsiya 1 sm teshik orqali 25 barobar katta qilib ko'rsatadigan endoskop kamera yordamida bo'yinning orqa qismidan churra olib tashlanadi va nerv bo'shatiladi. Bunda ham bemor 1-2 kunda uyiga javob bo'ladi. Bu usul ham taxminan 20-30% hollarda to'g'ri kelishi mumkin. Churra markaziy bo'lsa, unda endoskopik operatsiya nafaqat samarasiz, balkim xavfli bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda shu barcha operatsiyalarni yo'lga qo'yganmiz. Eng asosiysi bemor holatidan kelib chiqib davolash usulini tanlash kerak. Operatsiyadan keyin bemorni nima kutishi mumkin? Qo'lga borayotgan og'riq tez kamayadi. Uyushish to'liq ketish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi, chunki nerv tiklanishi kerak. Qo'l kuchi ham tiklanish uchun biroz vaqt talab etilishi mumkin. Ko'pchilik bemorlar bir oy ichida bemalol ishga chiqsa bo'laveradi. Bugungi kunda jarrohlik usullari ancha rivojlangan va ko'p bemorlar operatsiyadan keyin yaxshi natijaga erishadi. Operatsiyadan keyin reabilitatsiyani o'rni juda katta. Tajribali shifokor nazorati ostida reabilitatsiya qiladigan bo'lsangiz, tiklanish shuncha tezroq va samaraliroq bo'ladi. Odatda bunga unchalik e'tibor berishmaydi. Aslida esa davolashda eng muhim yo'llardan biri bu reabilitatsiya. Endi bo'yin grijasini oldini olish va profilaktika haqida gaplashamiz. Bu barcha uchun foydali ma'lumot. Ko'pchilik bemor faqat og'riq paydo bo'lganda shifokorga murojaat qiladi. Aslida esa bo'yin grijasi ko'pincha hayot tarziga bog'liq kasallik. Yaxshi xabar shuki, ko'p hollarda uni oldini olish mumkin. Birinchi foydali maslahat bu telefon va kompyuterdan to'g'ri foydalanish. Bugungi kunda eng katta muammo bu telefon. Telefon bo'yin deyiladi. Tibbiyotda yaqinda aynan telefon bo'yin deb atalgan atama paydo bo'lgan. Ko'pchilik telefonni pastga qaratib ishlatadi. Soatlab egilib qarab o'tiradi. Natijada bo'yinga tushadigan yuk bir necha barobar oshadi. Oddiy qoida, eslab qoling. Telefonni ko'z darajasiga ko'taring. Bo'yningizni oldinga egmang. Kichik odat, lekin bu katta muammoni oldini oladi. Xo'p, endi to'g'ri o'tirish. Agar siz ko'proq kompyuter oldida ishlaydigan bo'lsangiz, juda muhim. To'g'ri o'tirish qanday bo'lishi kerak? E'tibor bering. Bel tik bo'lishi kerak. Monitor ko'z darajasida bo'lishi shart. Yelkalar bo'sh, erkin turishi kerak va bo'yin oldinga chiqib ketmasligi kerak. Erkinroq turish kerak. Xo'p, endi 3-maslahat. Bo'yin mushaklarini mustahkamlash. Bo'yinni faqat suyaklar emas, mushaklar ham ushlab turadi. Agar mushaklar baquvvat bo'lsa, diskga tushadigan yuk kamayadi va umurtqa barqaror bo'ladi. Oddiy mashq. Bo'yinni sekin oldinga orqaga harakat qiladigan aylanma harakatlar, yon tarafga egadigan izometrik mashqlar, bu mashqlarni muntazam qilib borish kerak. Bu haqida alohida video tayyorlaymiz. Bu sizlarga foydali bo'ladi, xudo xolisa. Xo'p, endi 4-maslahat uzoq vaqt bitta holatda qolib ketmaslik. Ko'p odamlar 2-3 soatlab harakatsiz qolib ketadi. Bu bo'yin uchun juda zarar. Oddiy qoida. Har 30-40 daqiqada biroz tanaffus qilib, boshini ozgina harakat qilsangiz, diskga tushadigan yuk ancha kamayadi, disklarni bo'shashtiradi. Xo'p, 5-maslahat to'g'ri yotish va to'g'ri yostiq tanlash. Uyqu ham juda muhim. Noto'g'ri yostiq bo'yinni noto'g'ri ushlab turadi, ya'ni ortiqcha yuk beradi. Yaxshi yostiq bu juda baland ham emas, past ham emas. Bu bo'yinni tabiiy holatda ushlab turadi. Bu diskga tushadigan yukni ancha kamaytiradi. Xo'p, endi eng ko'p beriladigan savollarga to'xtalamiz. 5 ta eng ko'p beriladigan savolga javob beraman. Balkim sizda tug'ilgan savol shularning orasida bo'lishi mumkin. Birinchi savol: grija o'zi yo'qolishi mumkinmi? Ha, ba'zi hollarda mumkin. Organizm chiqib ketgan disk qismini asta-sekin kichraytirib yemirishi mumkin. Shuning uchun ko'p bemorlarda vaqt o'tishi bilan og'riqlar kamayadi va grija ham qayta MRTda kichraygan bo'lishi mumkin. Ikkinchi savol: massaj grijani tuzatadimi
yo'q. Massaj mushakni bo'shashtiradi, og'riqni vaqtincha kamaytiradi, lekin disk churrasini joyiga qaytarib qo'ya olmaydi. 3-savol. Operatsiya xavflimi? Har qanday operatsiya xavfli bo'lishi mumkin. Xavf bor baribir. Xavfni qanchalik deydigan bo'lsak, misol uchun uydan ishga borganda yo'lda noxushlik bo'lish xavfi bor, to'g'rimi? Ushbu xavf qanchalik bo'lsa, zamonaviy operatsiya oldida turgan xavf bundan bir necha barobar kamroq. Zamonaviy spinal jarrohlikda xavflar minimal darajaga tushirilgan, uni oldi olingan. Eng muhimi, operatsiya to'g'ri ko'rsatma bilan qilinsa bo'ldi. 4-savol. Operatsiyadan keyin yana grija chiqadimi? Ha, ehtimol bor. Bunda endoskopik operatsiyadan keyin qaytalanib chiqish ehtimoli bor. ECDF operatsiyasida aynan shu joydan qaytalanish ehtimoli 0%. Operatsiyadan keyingi tavsiyalar bo'ladi. Bemor shu tavsiyalarga amal qiladigan bo'lsa, bu xavflar ancha kamayadi. 5-savol. Sport bilan shug'ullanish mumkinmi operatsiyadan keyin? Albatta mumkin. Faqat to'g'ri va bosqichma-bosqich. Aynan suzish, yengil mashqlar operatsiyadan 1 oydan keyin boshlansa yaxshiroq bo'ladi. Endi qisqacha xulosa qilamiz. Qisqacha, bo'yin og'rig'i har doim ham oddiy charchoq emas. Agar sizda qo'lga o'tadigan og'riq, barmoqlarda uyushish, qo'l kuchsizlanishi bo'lsa, bo'yin grijasi belgisi bo'lishi mumkin. Eng muhimi, vaqtni o'tkazib yuborish kerak emas shu joyda. Bu yerda vaqt juda katta rol o'ynaydi. Agar sizda shunaqa simptomlar bo'lsa, ko'rikka yozilib bemalol kelsanglar bo'ladi. Sizga aniq tashxis qo'yib, to'g'ri davolash rejasini tuzib beramiz. Shu Instagram sahifamga o'tib obuna bo'lsanglar ham bo'ladi. Bu yerda har kunlik foydali ma'lumotlar bilan bo'lishib boraman. Bu videoni foydali deb bilsangiz, biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Siz bilan shifokor neyroxirurg Ahmedjanov Dilshod bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.